علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم والغرب لهم يدين ابن سينا في علم الطب حي وابن حيان دليل لكل كيميائي أبو بكر الرازي وكذا الخوارزمي ابن الهيثم والبيروني وابن النفيس والفارابي ابن سينا في علم الطب حي وابن حيان دليل لكل كيميائي أبو بكر الرازي وكذا الخوارزمي ابن الهيثم والبيروني وابن النفيس والفارابي علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم والغرب لهم يدين Hasan ibn Haysam. Birinchi bo'lim. Ilm-u fan taraqqiy etgan. Islom ulamolari barcha sohalarda peshqadam bo'lgan zamonda Iroqning Basra shahrida bir bola tug'ildi. Bu bola kelajakda ulug' olim bo'lib yetishadi. Ilm-u fan rivojiga katta hissa qo'shadi. Uning ismi Hasan ibn Haysam Basridir. Hasan hijriy 345-yilda tug'ildi. Ko'plab ulamolar kabi Hasanning bolalik davri ham boshqa bolalarning yoshlik davriga o'xshamadi. Aha, qo'lga tushdingmi? Menga qara, nega maqtanasan? Endi zo'rg'a bir marta yetib olding-ku. Men bo'lsa seni 10 martalab tutib olganman, tushundingmi? 10 martalab? Ja, oshirib yubording-ku, Solih. Tan olgin kelmayapti. Yutqazdingmi? Tan olgin-da. Bo'pti, yur. Hasandan so'raymiz. Hasan, sen nima deysan shunga? Judayam g'alati-ku, a? Ana, aytuvdim-ku. Yo'q, men mana bu cho'pni aytyapman. Mana, qaranglar, qo'limda cho'p to'g'ri turibdimi? Yarmini suvga solsam, siniq ko'rinyapti. Nega bunaqa? Nega suvning ichida siniq ko'rinyapti? Nima deyapti bu? Bilmasam, tushunmadim. Cho'p boshqacha ko'rinib qolyapti suvning ichida. Negaligini bila olmayapman. Boshim qotib ketdi. Endi buni tagiga yetmaguncha tinchimayman. Yo tavba, nima bular? Geometrik shakllar. Geometrik? Ha. Qara, mana bu uchburchakning hamma tomoni teng. Mana buniki esa teng emas. Mana, qaranglar. Qo'ysangchi, bo'ldi. Men uchun hammasi bir xil. Menga qara, zerikib ketmaysanmi shunaqa narsalarni o'ylayverib? Mazza qilib biz bilan o'ynasangchi. Men kitob o'qisam, yangi narsa o'rgansam mazza qilaman. Sizlar buni mazzasini bilmaysizlar-da. Bir qiziqib ko'ringlar, keyin ko'rasizlar. Qoyil Hasan, umuman boshqa bolalarga o'xshamaysan. Kun botay deb qolibdi-ku. Bo'pti, men uyga ketdim. Bo'pti, mayli. Men Hasan bilan ketaman. Ikkovimiz bitta mahallada turamiz.
Bo'pti. Men uyga ketdim unda. Ertaga ham o'ynashga chiqasanmi? Hey, Basri, eshityapsanmi? Gapirsang-chi. Menga qara, Baro. Oy nur sochadimi? Obbo! Ha, albatta sochadi. Ana, nur sochib turibdi-ku, ko'rmayapsanmi? Nega unda kunduz kuni uni nuri ko'rinmaydi? Quyoshning nuri oynikidan kuchli bo'lgani uchundir-da. Menimcha, unaqa emas. Chunki uyda bitta katta, bitta kichkina sham yonib tursa, ikkalasining ham nuri ko'rinadi-ku. To'g'rimi? Ey, meni bunaqa narsalarga aqlim yetmaydi. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi qol, ertaga ko'rishamiz. Ertaga meni ishim bor. Qanaqa ish? Ertalab matematika ustozimning oldiga boraman. Keyin anavi tabib qo'shnimizni oldiga ham o'tishim kerak. Unga ham bir ikkita savollarim bor. Keyinchi ertaga qo'shnimiznikiga bitta mashhur olim kelar ekan. Hajga ketyapti ekan. Qo'shnimiznikida bir kun qolib, keyin yana ketar ekan. Uchi astronom ekan. Shunga dadamdan so'ramoqchiman. Qo'shnimiz o'rtog'ingiz-ku, o'sha olimni oldiga kirib, shu oy haqidagi savolimni so'rab olsam maylimi deb. Ey, meni boshim og'rib ketdi. Bugun ertaroq yotishim kerak. Ertaga musobaqa bor. Men birinchi bo'lishim kerak. Bo'pti, xayr. Ha, hamma ham birinchi bo'lgisi keladi. Bo'pti, o'rtoq. Yaxshi bor. Hasan ibn Haysam yoshligidan o'smirlik chog'igacha tinmay ilm oldi. Yoshi ulg'aygan sari ilm ma'rifatga rag'bati yanada kuchayib boraverdi. Lekin butun umr faqat ilm olish bilan band bo'lish mumkin emas. Olingan bilimlarni amalda qo'llash ham kerak. Qaranglar, yoshligimizda mana shu ko'chalarda o'ynab yurardik. Yoshligim esimga tushib ketdi. Zo'r paytlar edi-ya. Endi bo'lsa bu yo'llardan o'ynagan emas, ishlagani ketyapmiz. Solih, senga nima yaxshi? Ishmi, o'yinmi? Qaniydi katta bo'lmay yoshligimizcha qolsak. Yelkamizda mas'uliyatlar ham bo'lmasdi. Xohlagancha o'ynab yuraverardik. Ya tavba, nima deyapsan, Baro? Yomon dangasasan-da. Sen bilan biz davlat devonida ishlayapmiz. Bu juda jiddiy, sharafli vazifa. Bundan faxrlanish kerak-ku. Ibn Haysam, biron nima desang-chi? Nima deyin? Men u paytda o'ynamay, faqat ilm olaman deb yurardim. Sizlar bo'lsa, hayron bo'lardinglar. Shundaymi? Sen haliyam o'shasan, hech o'zgarmagansan. Shuni aytyapman-da. Men uchun asosiy maqsad ishlash, pul topish emas. To'g'ri, ishlash kerak, tirikchilik qilish kerak, ro'zg'or qilish kerak, lekin odam degan 24 soat ishlamaydi-ku. Yarim kun ishlasak, qolgan payt nima qilish o'z ixtiyorimizda bo'ladi. Shuning uchun ishni tashvish emas, halol luqma topishga bir vosita qilish kerak. Bu dunyo uchun yarim kun ishlasak, u dunyo uchun o'ylash kerak. Ishlash ham kerak, ibodat ham, dam olish ham kerak. O'zingchi, ilm deb bir umr dam olmay o'tayapsan-ku. To'g'ri, lekin to'g'ri, og'ayni. Aslida hamma gaplaring to'g'ri. Ilmga hech narsa yetmaydi. Olim odam dunyoni boshqacha ko'z bilan ko'radi. To'ppa to'g'ri. Mana, men ham endi ilmga butunlay boshqacha qaraydigan bo'ldim. Yo'q, sen ham ilm olishga kirishdingmi? Yo'q, men endi olimlarning xizmatida bo'laman. Olimlarga do'st bo'laman. Hech bo'lmaganda nasihatlarni tekinga olaman-ku. To'g'rimi? bo'pti, mayli. Ishni tezroq tugataylik. Men uyga borib hali tajriba o'tkazishim kerak. Tajriba? Qanaqa tajriba o'tkazmoqchisan? Bilsak bo'ladimi? Oldin ishni tugataylik. Keyin bilasizlar. Ish paytida ishdan boshqa narsani gaplashish mumkin emas. Ana, aytdim-ku. Buning nasihatlari rosa foydali bo'ladi. Bu shamlar nega kerak, og'ayni? Men nur haqida yangi bir narsani o'ylab yuribman. Shu qanchalik to'g'riligini tekshirib ko'rmoqchiman xolos. Nur haqida qanaqa yangi narsani topish mumkin?
Nur o'sha hamma bilgan Nurda. Mana qara. Nur mana bu shamdan taralyapti, to'g'rimi? Ha, Diqqat bilan qara. Mana bular nurni to'sib turadi. Ko'ryapsizlarmi? Har bitta to'siqni o'rtasida teshik bor. Mana, men shamni to'syapman. Ko'ryapsizlarmi? Keyin qolganlarni ham xuddi shunday qilaman. Ana. Hozir uchala teshik bir chiziqda turibdi. Shamni nuri ko'rinyaptimi? Ko'ryapsizlarmi, do'stlar? ha, ko'rinib turibdi. Endi mana bu to'siqlarni sal siljitaman. Mana. Iya, nur ko'rinmay qoldi. Shunaqa bo'lishini bilgandim-da. Taxminim to'g'ri ekan. Qanaqa taxmin? Nur to'g'ri chiziq bo'lib yurarkanda, har tomonga har xil yoyilavermas ekan. Nur o'zini manbaidan to'g'ri chiziq bo'yicha tarqalib, biror to'siqqa kelib urilsa, o'sha to'siqni aks ettirar ekan. Hozir meni qanday ko'ryapsan? Xo'sh, gapirchi. Ko'zingdan nur chiqayotgani uchunmi? Yo'q. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Aslida men o'zimga tushayotgan nurni aks ettirar ekanman. Shuning uchun sizlar meni ko'ryapsizlar. Mana bu ko'z. Bu uni ko'rish sohasi. Mana bu ko'z ko'rayotgan narsa. Mana bu nur manbai. Nurni o'tkazayotgan o'rtadagi narsa o'zgarsa, nur taralayotgan to'g'ri chiziqqa ham ta'sir qilar ekan. Shuning uchun nur havodan suvga kirsa, suvdagi narsa xuddi singanga o'xshab qolar ekan. Chunki nur havoda boshqacha, suvda boshqacha tarqalar ekan. Chunki ularning zichligi har xil bo'ladi. Gaplarimni tushundinglarmi? Yoshligimizda oy haqida ham shunaqa gaplarni aytganding. O'sha narsani hali ham o'ylab yuribsanmi? Albatta. Oy o'zidan nur chiqarmaydi. U quyoshning nurini aks ettiradi. Biz uni mana shunday ko'ramiz. To'g'ri, qoyil Hasan. Senga qoyil qolmay ilojimiz yo'q, do'stim. Hasan ibn Haysam olgan ilmlari bilan kifoyalanib qolmadi. Uzoq yurtlarga safar qilib, yanada ko'proq ilm olishni niyat qildi. Ilm yo'lida ko'plab musulmon yurtlarini kezib, tinmay ilm oldi. O'sha zamonning eng peshqadam olimlari falsafa, tibbiyot, kimyo, matematika kabi fanlarda dong taratgan yetuk allomalar bilan uchrashib, ularning qo'liga shogird tushdi. Qo'liga tushgan nimaiki kitob bo'lsa, hammasini o'qib chiqdi. Keyin bu kitoblarga sharhlar, hoshiyalar yozdi. O'zi o'rgangan ilmlar bo'yicha ham bir qancha risolalar yozdi. Tez orada uning dovrug'i butun olamga tarqalib, Fotimiylar xalifasi Al-Hokim bi Amrillahning qulog'igacha yetib bordi. Xalifa ham undan maslahat so'rab, ilmidan foydalanib turdi. ابن سينا في علم الطب حي وابن حي